Sahabiler izledin, çaknigan izzet nuri, bütkeni sıkın idin, hak İslam'ın tübuli. Baş ekmez kafirlar, şiddet bilen at selir, Hemze Halit Museb'tek, şir yürek oğlanları. Feyruz Deylemi. Feyruz mübarek aileden çıkan mübarek adam. Muhammed aleyhisselam. Peygamber aleyhisselam xoşluş həccidin qaytıb kelib, kesel bolup qalğanda, onun kesel bolup qalğanlıq xəbəri yerim aralının həmmi joylarga tarqaldı. Şunun bilan Yamandagi Aswad Anisi, Yamamadagi Musaylima Kazzab, Bani Asad diyoridagi Tulayha Asadi qatorliqlar islomdan yenib ketdi. Ular xuddi Muhammad ibn Abdullah Quraysh qavmiga payg'ambar qilib avatilgandek, bizmi o'z qavmlarimizga payg'ambar qilib avatildik deb biljanlashdi. Aswad Anisi bo'lsa, ko'ngli qara, intayin eski va ko'z bo'yamchi kahin edi. Uning ustiga u aqllarni o'ziga moyil qilgudek so'zman, sapsati nazariyalar bilan kishilarning kallasini qaymoqtirib o'talaydigan, mansabi va mol-mulki bilan kishilarning ko'nglini oldiya oladigan qarniyat kishi edi. Biroq u o'zidagi barliq razilliklarni yoshirib, boshqalarga salobatlik, samimiy qiyofati bilan ko'rinishga tirishadi. Shu mazgillarda Yamandagi ibnoilar martaba va nupuz jihatda ustun o'ringa ega kishilar bo'lib, ularning kattasi Feyruz Deylami bo'lsa, payg'ambar alayhisalomning do'sti edi. Anba degan nom otillari yurtlardan bu yerga kelgan. Onalari bo'lsa arab millatidan bo'lgan kishilarga qo'yilgan nom edi. Ularning kattasi Bazan degan odam aslida islom oshkorlangan mazgillarda Paris davlatining podshohi Kisra tarafidan Yamanga boshliq qilib tayinlangan kishi edi. Bazan payg'ambar alayhisalomning rostchilligi, dinining yuksakligi oshkorlanganda Kisraga bo'ysunishdan bosh tortib, butkul qavmi bilan birga islomga kirgan edi. U musulmon bo'lgandan keyinmi payg'ambar alayhisalom uni o'z shohlik martabasida qoldirdi. U Aswad Anisi oshkorlanishdan bir oz vaqt ilgari o'lib ketganga qadar shu holatda edi. Aswad Anisiga tunji bo'lib ovoz qo'shganlar uning Mazhij qabilasidan bo'lgan xalqi edi. U kishilar bilan birga Sanoga hujum qildi va u yerning valisi Bazanning o'g'li Shahirini o'ltirib, uning ayoli Azodni xotinlikka oldi. Ondan Sanodan boshqa joyga hujum qilishga mangdi. U hujum qilgan rayonlar kishini hayron qoldirgudek tez suratda uning ishg'oliyatiga o'tdi. Hatto Hazrat Mavt bilan Taif, Bahrayn, Ihsoadin, Adangacha uning qilichi ostida bo'ysundirildi. Aswad Anisining kishilarni aldash va ularni qaymoqtirishda qo'llanadigan narsasi uning aqli edi. U agash kuchlarga uning osmondan vahiy elib tushadigan, g'aybdan xabar beradigan farishta borligini aytgan edi. U o'zining bu yolg'on so'zini rost qilib ko'rsatish uchun taraf-tarafga tingtingchilarni avatib, kishilarning ahvolini, ular yo'llagan masalalarning xabarlarini egilib kelishga avatdi. Shuning bilan u kishilarga qayerda, kimda nima ish yuz berganligini, u kishilarning nimalarni o'ylab, nimalarni qilayotganligini deb berdi. Buning bilan nodon agashkuchilar uning bu qadar karomatlarga aldinib, uni ajoyib odam deb biladi. Shundaq usul bilan uning nomi xuddi quruq o'tinga tutashgan o'tdak hamma yoqqa intayin tez suratda tarqadi. Aswad Anisining dindan yenib Yamanga hujum qilganligi xabari payg'ambar alayhisalomga yetganda, payg'ambar alayhisalom Yamandagi ilgari islom keltirgan yaxshi kishilarning yeniga 10 necha sahobasini maktub bilan yo'lladi. Payg'ambar alayhisalom maktubida ularni bu qarg'ularcha azg'unlikqa iymon va keskin iroda bilan qarshi turishga chaqirib, Aswad Anisidan qandoqli qilib bo'lmasin qutulishga buyurgan edi. Payg'ambar alayhisalomning maktubining mazmunidan xabar topgan har bir kishi uning chaqirig'iga ovoz qo'shib, buyruqini ijro qilishga otlandi. Bu buyruqni ijro qilishga eng oldirg'ini hikoyamizning bosh qahramoni Feyruz Deylami va abnolardan uning bilan birga bo'lganlar edi. Biz bo'lib o'tgan ishlardan texmi aniqroq xabardor bo'lish uchun uning o'zining bayonini anglaylik. U bizga aqllarni lol qilgudek ajoyib voqealarni so'zlab bersin. Men anbalardan men bilan birga bo'lganlar Allohning dinidan bir minutmi shaklanib qolmagan edik.
Allohning saqlashi bilan bizning hech qaysimiz dilimizda Allohning dushmaniga ishonish degan narsani o'ylabmi qo'ymagan edik. Biz har vaqt Allohning bu dushmaniga hujum qilib, uningdan har qanday qilib bo'lsa-mu qutulish fursatini kutib turgan edik. Bizga yana ilgari dinga kirganlarga payg'ambar alayhisalomning maktubi yetgan hamon bir-birimizni rag'batlantirib, uning buyrug'ini ijro qilishga otlandik. Asvad anisi ishlarda utuq qozongicha mag'rurlanib, takabburlashib ketayotgan edi. U qo'shin qo'mondoni Qays ibn Abdi Yag'uzga cho'ngchilik qilib zo'migarlik ishlatdi. Uningga bo'lgan muomalasi o'zgardi. Hatto Qays Asvadning o'zini jazolashidan xotirjam bo'la olmaydigan holga tushib qolgan edi. Men tag'amning o'g'li Dazavay bilan birga uning qishig'i berib, uningga payg'ambar alayhisalomning maktubining mazmunini yetkazdik va uni Asvadning uningga qo'l selishidan burun uningga qo'l selishga rag'batlantirdik. U bizning chaqirqimizdan yayrab ketdi. U bizni xuddi uning uchun osmondan tushgandekli paydo bo'lganligimizni aytib, biz bilan hamkorlashmoqchi bo'ldi. Biz u kazzobga qarshi ikki tarafdan taqobil tursak, boshqa qarindoshlarimiz sirtdan taqobil turishga kelishib oldik. Asvad anisining erini o'ltirib, o'zini nikohiga ilib olgan ayoli Azod mening tog'amning qizi edi. Biz bu planimizni amalga oshirish uchun uni bizga hamkorlashishga chaqirishni to'g'ri topdik. Men Asvadning qasrsiga berib, tog'amning qizi Azod bilan uchrashib, "Ey tog'amning qizi, sen bu odamning sana qilgan askiligini obdan bilsan. U sening eringni o'ltirib, seni nikohiga ilib oldi. Boshqalarning ayolini oyoq osti qildi. Nurg'un kishilarni halok qilib, huquqini tortib oldi. Bu bo'lsa, payg'ambar alayhisalomning xususan bizga umuman qilib aytganda butkul Yaman xalqiga yo'llagan maktubi. U xatida bizni ozg'unlikdan qutulishga chaqiribdi. Sen bizga bu ishda yordamlashsankan, dedim. Sizlarga qaysi ishda yordamlashaman, dedi u. Uni uydan sirtqa ilib chiqishga. Balki men uni o'ltirishga yordam bersam-chu. Alloh bilan qasamki, men senga mushu maqsadda degan edim. Lekin men bu so'zni yuzturani deyishdan xijil bo'layotdim. Alloh haq bilan avatgan payg'ambari Muhammad alayhisalomning nomi bilan qasamki, men o'z dinimdan hech shaklinib boqmadim. Men uchun aytganda dunyoda Asvad anisidimi bakrak o'ch ko'rildigan kishi yo'q. Men uni ko'rgandan beri uning gunohlarga botgan holda yashaydigan, boshqalarning haq huquqiga qilchini oy qilmaydigan, yomon ishlardan qo'l yig'maydigan odam ekanligini bildim. Undaqda uni o'ltirishga qandoq yordam berasan? Bu odamning xizmatchilari va qo'g'dug'uchilari bor. Saroyda ashu yiroq hujurdan boshqa muhofizatchilar turmaydigan bir joy yo'q. U yerning keyni tarpi quruqlikda mavu taraflarga tutishidi. Kech kirgandan boshlab sizlar bu yerning temini kechich teshinglar. Sizlar uning ichidan chiroq va qurol yaroqlarni topsizlar va yana mening kutib turganligimni bayqaysizlar. Ondan sizlar u yerga kirib uni o'ltiringlar, dedi. Bundaq saroyni tashmaktas, navoda bu yerdan biror muhofizatchi o'tib qolsa, bizni ko'rib qilib varqirab hammani chaqirdi. To'g'ri, mening sizlarga boshqa bir maslahatim bor. U qandoq maslahat? Ata sizlar ichinglardan birini xizmatkor siyoqida yasab mening qishimga avatinglar. Men uningga hujurning ichi tarafidan oz qolg'ucha teshishga buyuray. Shundaq bo'lganda sizlar sirtdan osonli tesha olaysizlar. Pa, bu nima degan dona maslahat? Men qaytib kelib, qolgan ikki sabdishimga bo'lgan ahvollarni yetkazdim. Ular bu ishlarga muvaffaqiyat tilashdi. Biz shu vaqtdan boshlab ishlarning tayyorligiga tushib ketdik. Biz yordamchilarimizdan bir qism mu'minlarga maxfiyatlikni oshkorlab, ularni tayyorlik ko'rishga chaqirdik. Ham ular bilan ikkinchi kuni tong etish vaqtiga kelishdik. Qorong'i tushib, deyishib olgan vaqtimiz bo'lganda biz teshadigan joyga qarab mangdik. Biz deyishgan yerdan teshib ichiga kirib, u yerdagi tayyorlangan qurollarni elib, chiroqlarni yoqdik va Allohning dushmanining hujursi tarafga qarab mangdik. Tog'amning qizi uning ishkida turgan ekan. U menga ishorat qildi. Men kirdim. Allohning dushmani qattiq uxlayotdi. Men uning bo'yniga xanjar urdim. U kali xirqirgandek xirqirab, bo'g'izlangan to'gidek tipirlab ketdi. Muhofizatchi uning xirqirg'ini anglab saroy tarafga kelib, "Nima ish bo'ldi?" deb so'radi. Tog'amning qizi ularga, "Ansirmay qaytinglar. Allohning payg'ambariga vahiy tushyotidi", dedi. Shuning bilan ular qaytdi. Biz toki tong otqucha saroyda turdik.
Tang atqanda men sarayning temiga chiqib, Allahu akbar, Allahu akbar, bir Allah'tan başqa hech iloh yo'q. Muhammadni Allohning elchisi, Asvatni kazzab deb guvohlik beraman deb to'lidim. Bu bizning parol belgimiz edi. Musulmonlar har tarafdan saray tarafga qarab kelishdi. Muhofizachilar azon ovozini anglab cho'chishib ketishdi va darhol harakatga keldi. Ikki tarafning odamlari uchrashib, hatto giralishib ketishdi. Men saray temining ustidan Asvatning beshini tashladim. Buni ko'rib, uning qo'shuni ojizlab ketdi. Müminlar takbir aytishgan holda dushman tarafga etildi. Quyosh ko'tarilguncha hamma ishlar o'ngishliq tamomlandi. Quyosh ko'tarilganda biz Allohning elchisiga ahvolni ma'lum qilib maktub yozdik. Xush xabar yetkazuvchilar Madinaga yetib berib, dal shu kechasi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning vafot qilganlik xabarini tepibdi. Lekin ular yana payg'ambar alayhisalomga vahiy tushganligini va sahobalarga Asvatning o'ldirilganligini bildirib bo'lganligini anglabdi. Payg'ambar alayhisalom sahobalarga Asvat kechda o'ldirildi. Uni muborak oildan bo'lgan muborak odam o'ldirdi debdi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, u kim?" deb so'raganda payg'ambar alayhisalom: "U Fayruz. Fayruz g'albiga erishdi" degan ekan. Allah Fayruz va uning sabdoshlariga katta ajrlarni ato qilsin. Amin. Peygamberlikini Allah üçün fakat Rabbning rizası dildagi armonlari ketdi Ömer Osman nahdi qo'lda tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari